Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Dasturlash fanidan kelasi mavzuyimiz bu satrlar va kengaytirilgan belgilar, ya'ni char toifasidagi kengaytirilgan belgilarni ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz rejasi. C++ dasturlash tilida simvolli o'zgaruvchilar, simvolli massivlar bilan ishlovchi standart funksiyalar hamda xulosa qismlari bilan tanishib o'tamiz. C++ dasturlash tilida simvollar. Hozirgacha biz faqat butun va haqiqiy toifadagi sonli ma'lumotlar bilan ishladik. Ammo dasturlashda ko'pincha matnli ma'lumotlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Simvol bu elementar birlik bo'lib, uning ma'lum bir to'plami ma'lum ma'noga ega. C++ dasturlash tili simvolli konstantalardan foydalanishga imkon beradi. Simvolli konstanta bu bitta qo'sh tirnoq ichiga olingan belgi sifatida ko'rsatilgan butun son qiymati int tipidagi. Masalan, A simvolini olib qaraydigan bo'lsak, ISC jadvali belgilar va uning butun qiymatlarini ifodalaydi. C++ dasturlash tillarida baytga asoslangan tip char tipi hisoblanadi. Char tipi butun son tipida bo'lib, chegaraviy qiymatlari -128 dan +127 oralig'ida bo'ladi. Bu tip lotin alifbosi harflarini hamda qo'shimcha bir guruh simvollarni kodlashga qulay toifa hisoblanadi. Simvol o'zida qandaydir ma'lumot saqlaydigan eng kichik birlik hisoblanadi. C++ dasturlash tilida simvolli o'zgaruvchi o'zida bitta belgini saqlaydi. Bu o'zgaruvchi char deya nomlanadi. C++ da simvolli o'zgaruvchiga konstanta qiymat berilganda u birlik qavs ichida yozilishi shart. Bu yerda misol sifatida bitta simvolli o'zgaruvchiga bir qiymatni o'zlashtirib, uni ekranga chiqarish dasturi ko'rsatib berilgan. Dastur natijasi berilgan W o'zgaruvchining qiymatini, ya'ni A simvoliga ega bo'lgan qiymatni ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. C++ da simvolli o'zgaruvchi butun, ya'ni int tipi bilan yaxshi moslashadi. Bu yerda dasturimizda o'zgaruvchiga ma'lum bir simvolni o'zlashtirib, uning ISC kodini qabul qilish dasturi ko'rsatib berilgan. Ya'ni avvalgi dasturimizga o'xshab W o'zgaruvchi e'lon qilindi, u char toifaga mansub. Unga A simvoli o'zlashtirildi. Uni ekranga chiqaramiz va bu o'zgaruvchimizni to'g'ridan to'g'ri yana bitta butun sonli o'zgaruvchiga o'zlashtirishimiz mumkin. Bu yerda e'lon qilingan butun sonli o'zgaruvchimizga yuqoridagi A simvolining ISC kodidagi jadvalidagi kodi o'zlashtiriladi. Bu yerda kichik a belgisi va uning jadvaldagi kodi berib o'tilgan. ISC kodi orqali simvolni topish. Bu yerda teskarisiga o'zlashtirish amalga oshirilgan, ya'ni butun sonli x o'zgaruvchi e'lon qilingan, unga 65 degan qiymat o'zlashtirilgan, sonli qiymat. Uni char toifadagi W o'zgaruvchiga to'g'ridan to'g'ri o'zlashtirilgan. Bu yerda ISC jadvalidagi kodi 65 ga teng bo'lgan simvol hosil qilinadi. Bu simvolimiz katta A ga teng bo'ladi. Satr bu simvollar ketma-ketligidir. ISC standarti bo'yicha har bir simvol o'z kodiga ega. C++ da belgili ma'lumotlar uchun char turi qabul qilingan. Belgili axborotni taqdim etishda belgilar, simvolli o'zgaruvchilar va matnli konstantalar qabul qilingan. Masalan, konstant char C ga qandaydir S simvolini o'zlashtirishimiz mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri e'lon qilishimiz ham mumkin. Simvolli massivlar. C++ dagi satr bu null belgi, ya'ni null terminator bilan tugallanuvchi belgilar massivi hisoblanadi. Null terminatorning holatiga qarab satrning amaldagi uzunligi aniqlanadi. Bunday massivdagi elementlar soni satr tasviriga qaraganda bittaga ko'p. Simvolli massivlar quyidagicha initsializatsiya qilinadi. Avval char toifasi, undan keyin massiv nomi va to'rtburchak qavs belgisi. Undan keyin qo'shtirnoq ichida simvollar birin-ketin berib o'tiladi. Bu holda avtomatik ravishda massiv elementlar soni aniqlanadi va massiv oxiriga satr ko'chirish simvoli qo'shiladi. Yuqoridagi initsializatsiyani quyidagicha amalga oshirish ham mumkin, ya'ni har bitta simvolni alohida apostrof ichida berib o'tishimiz ham mumkin bo'ladi. Simvolli massivlarni kiritish. Satrlarni simvolli massiv sifatida olishimiz mumkin. Simvolli massivni sin operatori yordamida o'qitilganda simvollarni birinchi probelgacha o'qib oladi. Ya'ni bu
Misolimizda ko'pi bilan 100 ta belgini qabul qilishi mumkin bo'lgan char toifadagi S nomli simvolli massiv e'lon qilingan. Uni sin operatori yordamida kiritib olamiz va Cout operatori yordamida ekranga chiqaramiz. Agar bu dasturni ishlatganimizda salom dunyo so'zini kiritib enterni bossak, o'zgaruvchi faqat salom so'zinigina qabul qiladi. Nega deganda, yuqorida aytib o'tganimizdek, sin operatori satrni faqat birinchi probel uchragan qismigacha kiritib oladi. Simvolli massivlarni chiqarish. Simvolli massivni to'g'ridan to'g'ri Cout operatori orqali ham chiqarishimiz mumkin yoki sikl orqali ham ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu misolimizda, ya'ni dasturimizda ikki xil usulda satrni ekranga chiqarish ko'rsatilgan. Bu yerda getLine buyrug'i orqali simvolli massivni kiritish ko'rsatib berilgan, ya'ni avvalgi sin operatorimiz faqat probelgacha bo'lgan qisminigina o'qib olar edi. GetLine operatori esa bu berilgan satrni bitta qatorini, ya'ni enterni bosmaguncha kiritgan barcha simvolimizni qabul qilib oladi. Birinchi navbatda bu yerda Cout operatori yordamida satr ekranga chiqarilgan va uzunligigacha sikl aylantirish orqali barcha elementlarni ekranga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Natijamizda dastlab kiritilgan ma'lumot keyin uni Cout operatori yordamida va sikl orqali chiqarilishi ko'rsatib berilgan. Simvolli massivlar bilan ishlovchi funksiyalar. Ushbu funksiyalardan foydalanish uchun string hash kutubxonasini chaqirib olish zarur bo'ladi. Satr uzunligini aniqlash birinchi funksiyamiz. Bu funksiyamiz strlen funksiyasi deb aytiladi. Bu yerda qavs ichida simvolli massiv berib o'tilishi zarur. S char massivning uzunligini aniqlovchi funksiya hisoblanadi. Bunda null simbol hisobga olinmaydi. Bu yerda funksiyaning qo'llanilishi berib o'tilgan, ya'ni 4 ta simvoldan iborat simvolli massiv e'lon qilindi va uning uzunligini butun sonli o'zgaruvchiga o'zlashtirib olamiz va mana shu o'zgaruvchining qiymatini ekranga chiqaramiz. Natijada ekranda 4 soni hosil bo'ladi. Kelasi funksiyamiz bu satrdan nusxa olish. Bu funksiyamiz strcopy deya nomlanadi. Qabul qiluvchi argumentlar ikkita satrni qabul qiladi. Bajaradigan vazifasi S2 char massiv simvollarini S1 ga ko'chirish vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida dastur berilgan, ya'ni ikkita char toifadagi simvolli massiv e'lon qilindi. Birinchi satrimiz satr 1, ikkinchi satrimiz esa satr 2 degan qiymatlarni o'zlashtirdi. Va strcopy funksiyasini qo'llaymiz. S1 ga S2 satrning qiymatini ko'chirib o'tkazamiz. Va S1 ni ekranga chiqaradigan bo'lsak, natijada S2 satrdagi qiymat hosil bo'ladi. Keyingi satrdan nusxa oluvchi funksiyamiz bu strncopy. Bu funksiyaning vazifasi S2 massivning dastlabki enta simvolini S1 massivning dastlabki enta indeksiga joylashtiradi, ya'ni faqat enta simvoldan nusxa oladi. Bu yerda ham xuddi shunday dasturni ko'rishimiz mumkin, ya'ni S1 va S2 satrlar hosil qilindi. S2 satrning dastlabki 4 ta simvolini S1 satrning dastlabki 4 ta simboli o'rniga ko'chirib o'tkazamiz. Natijada 4 ta va 1 simvollari S1 satrda hosil bo'ladi. Keyingi funksiyamiz bu satrlarni ketma-ket ulash. Bu vazifani bajaruvchi strcat funksiyasi mavjud. Bu funksiyamiz ham argument sifatida ikkita satrni qabul qiladi. Bajaradigan vazifasi S2 massivni S1 massivning davomiga birlashtiradi. Bu yerda dasturimizda misol sifatida ikkita satr berib o'tilgan. Birinchi satrimiz dastur so'zini qabul qiladi, ikkinchi satrimiz esa lash so'zini qabul qiladi. Ikkita satrni ketma-ket ulaydigan bo'lsak, natija S1 da hosil bo'ladi. Ya'ni umumiy satrlar birlashmasi dasturlar so'zidan iborat bo'ladi. Kelasi funksiyamiz strnccat funksiyasi. Bu funksiyamiz 3 ta argumentni qabul qiladi. Dastlab ikkita satrni, undan keyin bitta butun sonni. Bajaradigan vazifasi S2 satrning dastlabki enta harfini S1 satrning davomiga birlashtiradi. Ya'ni S2 ning hamma qismini emas, faqat dastlabki enta simvolini S1 satrga qo'shib oladi. Bu yerda ikkita satrimiz berilgan. Birinchi satr dastur, ikkinchi satrimiz esa lashkar so'zlaridan iborat.
strncat funksiyasini qo'llaymiz. S1, S2 va 4 argumentlari berildi. Buning ma'nosi S2 satrdan 4 ta simvolni olib, S1 ning davomiga birlashtirib beradi. Bu yerda dastur natijasi S1 da dasturlash so'zi hosil bo'ladi. Keyingi funksiyamiz satrlarni taqqoslash funksiyasi. Bu yerda berib o'tilgan funksiyamiz strcompare qabul qiluvchi argumentlari ikkita satrni, ya'ni S1, S2 satrlarni qabul qiladi. Bajaradigan vazifasi S1 char massiv bilan S2 char massivni leksikografik jihatdan taqqoslaydi va int toifasidagi qiymat qaytaradi. Bu yerda leksikografik jihatdan taqqoslash deyilganda har bitta berilgan satrning ISC jadvalidagi kodi bo'yicha tekshiriladi. Ya'ni ketma-ket agar birinchi simvollarning kodi o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, keyingi simvollarga o'tiladi va hokazo, xuddi shunday tartibda satrlar solishtiriladi. Agar ikkita satr o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, funksiya 0 qiymat qaytaradi. Agar birinchi satr katta bo'lsa, funksiya musbat natija, ya'ni 1 qiymatni qaytaradi. Agar birinchi satr ikkinchi satrdan kichik bo'ladigan bo'lsa, u holda funksiyamiz manfiy natija, ya'ni -1 ni qaytaradi. Bu funksiyada harflarning katta kichikligi inobatga olinadi. Birinchi misolimizda ikkita satr berib o'tilgan. S1 satrimiz qiymati B harfini, S2 satrimiz esa bitta simvolni, ya'ni A harfini qabul qiladi. Va butun n soniga funksiya natijasini o'zlashtiramiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek, birinchi satr ikkinchi satrdan katta. Shuning uchun ham funksiyamiz musbat qiymat, ya'ni 1 sonini qaytaradi. Ikkinchi misolimizda satrlarning o'rnini almashtiramiz, ya'ni S1 ga A ni, S2 satrga esa B ni qiymat sifatida o'zlashtirib olamiz. Bu yerda birinchi satr ikkinchi satrimizdan kichik bo'lganligi uchun funksiyamiz manfiy qiymat, ya'ni -1 ni qaytaradi. Uchinchi misolimizda ikkita satr o'zaro teng, ya'ni ikkalasi ham A harfini o'zlashtirdi. Bu holatda funksiyamiz 0 degan natija qaytaradi. Satrlarni taqqoslashning yana keyingi turlari ham mavjud. Bular strncompare, ya'ni 3 ta argumentni qabul qiluvchi funksiya S1, S2 va n qiymatlarini qabul qiladi. Bajaradigan vazifasi S1 va S2 satrlarning dastlabki n ta simvollarini leksikografik jihatdan taqqoslaydi va int toifasidagi qiymat qaytaradi. Bu yerda ham agar ikkita satr teng bo'lsa, natija 0 bo'ladi. Birinchi satr katta bo'lsa 1 qiymat, ikkinchi satr katta bo'lsa manfiy qiymat, ya'ni -1 ni qaytaradi. Bu funksiyada harflarning katta kichikligi inobatga olinadi. Keyingi funksiyamiz strcompare. Bu funksiyamiz ham ikkita argumentni qabul qiladi. Bajaradigan vazifasi S1 va S2 satrlarni leksikografik jihatdan taqqoslaydi va int toifasidagi son qaytaradi. Agar satrlar teng bo'lsa 0, birinchi satr katta bo'lsa 1, ikkinchi satr katta bo'lsa -1 qiymat qaytaradi. Bu funksiyamizda harflarning katta kichikligi inobatga olinmaydi, ya'ni katta harf va kichik harf o'zaro bir xil qilib olinadi. Buni ham strncompare shakli mavjud. Bunda dastlabki n ta simvollari taqqoslanadi. Funksiya natijasi avvalgilari bilan bir xil, faqat bu holatda harflarning katta kichikligi inobatga olinadi. Simvollar bilan ishlash funksiyalari. Bu yerda yana bir nechta funksiyalar berib o'tilgan. Bulardan birinchisi is, al, num funksiyasi. Bu bitta simvolni qabul qiladi. Agar berilgan simvol harf yoki raqam bo'lsa, funksiyamiz true qiymat qaytaradi. Aks holatda boshqa holatlarda false qiymat qaytaradi. Keyingi funksiyamiz is alpha funksiyasi. Bu ham bitta simvolni qabul qiladi. Agar berilgan simvolimiz harf bo'ladigan bo'lsa, ya'ni latin harfi bo'ladigan bo'lsa, true qiymat, aks holatda false qiymat qaytaradi. Uchinchi funksiyamiz is digit funksiyasi. Bu ham bitta simvolni qabul qiladi. Agar berilgan simvolimiz raqam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 0 dan 9 gacha oraliqdagi raqamlardan biri bo'ladigan bo'lsa, true qiymat, aks holatda false qiymat qaytaradi. Keyingi funksiyamiz is lower funksiyasi. Bitta simvolni qabul qiladi. Agar berilgan simvolimiz kichik ingliz harfi bo'lsa, true qiymat, aks holatda false qiymat qaytaradi. Keyingi funksiyamiz is upper funksiyasi. Bu funksiyamiz ham bitta simvolni qabul qiladi. Agar kiritilgan simvol katta ingliz harfi bo'ladigan bo'lsa, true qiymat, boshqa holatlarda esa false qiymat qaytaradi. Keyingi funksiyamiz is space funksiyasi. Agar kiritilgan simvol probel bo'ladigan bo'lsa, true qiymat, aks holda false qiymat qaytaradi.
Keyingi funksiyamiz toUpper funksiyasi. Bu funksiyamiz agar S simvoli kichik ingliz harfi bo'ladigan bo'lsa, u holda unga mos katta harfni qaytaradi. Aks holda o'zgartirishsiz qoldiradi. Ya'ni simvolimiz kichik harf yoki boshqa belgi bo'ladigan bo'lsa, funksiya hech qanday vazifa bajarmaydi. Bunga mos ravishda toLower funksiyasi ham mavjud. Bu funksiyamiz esa katta harfni kichik harfga aylantirish vazifasini bajaradi. O'zgartirish funksiyalari. O'zgartirish funksiyalaridan foydalanish uchun include stdlib.h kutubxonasini yuqorida e'lon qilib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi funksiyamiz a to f funksiyasi. Bu bitta argumentni qabul qiladi. Kiritilgan satrni double toifasidagi songa o'zgartirish vazifasini bajaradi. Ya'ni simvolli toifadan float toifaga o'tkazish vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida simvolli massiv berilgan. 123,45, ya'ni bu simvolli massiv sifatida faqat simvollardan iborat deb qaraladi. Bu satrimizni double toifadagi a o'zgaruvchiga a to f funksiyasidan foydalangan holda o'zlashtirib olamiz. Natijada a o'zgaruvchimiz haqiqiy sonli qiymatga o'tkaziladi. Keyingi funksiyamiz a to i funksiyasi. Bu berilgan s satrni int toifasidagi songa o'zgartiradi. Ya'ni berilgan satrni butun sonli toifaga o'tkazib beradi. Bu yerda ham misol sifatida s satrimiz 1, 2, 3 simvollardan tashkil topgan. Bu simvolli massivni 123 degan songa aylantirish vazifasini bajaradi. Keyingi funksiyamiz a to ll funksiyasi. Bu funksiyamiz qabul qilingan s satrini long toifasidagi butun songa o'zgartirib beradi. Bundan avvalgi a to i funksiyamiz berilgan sonni int toifasiga o'tkazar edi. Agar argument bu yerda butun sonni chegarasi int toifasidagi sonni chegarasidan katta bo'lib ketadigan bo'lsa, xatolik yuzaga keladi. Shuning uchun keyingi a to ll funksiyamiz ham yaratilgan. Bu funksiya berilgan sonni long toifasidagi, ya'ni ko'pi bilan 18 xonali sonlargacha bo'lgan qiymatda o'zgartirish vazifasini bajaradi. Bu yerda misol sifatida butun sonimiz berilgan. Mana shu sonimizni long toifasidagi a o'zgaruvchiga o'zlashtirish vazifasini bajaradi. Keyingi funksiyamiz i to a funksiyasi. Bu funksiyamiz 3 ta argumentni qabul qiladi. A, s va k argumentlari. Bajaradigan vazifasi a int sonini s char massivga k asosli sanoq sistemasida o'tkazadi. To'g'ridan to'g'ri o'zini o'tkazish uchun sanoq sistema asosiga 10 ni yozish lozim bo'ladi. Ya'ni 10 lik sanoq sistemasidagi son sifatida qabul qilishimiz mumkin. Bu yerda birinchi misolimizda simvolli massiv e'lon qilingan. Butun sonimiz 3 ga teng. I to a funksiyasidan foydalanamiz. 3 sonini s simvolli massivga 10 lik sanoq sistemasida o'tkazamiz. Bu yerda natija 3 sonining o'zi hosil qilinadi. Ikkinchi misolimizda a ning qiymati yana 3 ga teng, faqat funksiyada argument sifatida a, s va 2 ni qo'lladik. Ya'ni buning ma'nosi berilgan 3 sonini s simvolli massivga 2 lik sanoq sistemasida uzatamiz. Bu yerda 3 soni 2 lik sanoq sistemasida 11 ga teng bo'ladi. Keyingi funksiyamiz ll to a. Bu funksiyamiz ham xuddi oldingi funksiyamiz bilan bir xil vazifa bajaradi. Faqat a long toifasidagi sonni s char massivga k asosli sanoq sistemasida o'tkazadi. Ya'ni bu yerda berilgan sonimiz intni chegarasidan chiqib ketadigan bo'lsa, u holda long toifasidan va mana shu funksiyamizdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bir misolni ko'rib o'tamiz. Katta harflarni kichik harflarga aylantirish. Bu masalani ikki xil usulda hal qilishimiz mumkin. Birinchidan harflarning kod oralig'idan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni katta harflar bilamiz 65-90 oralig'ida, kichik harflar 97 dan 122 oralig'ida joylashgan bo'ladi. Mana shu oraliqni shart orqali tekshirib, berilgan harfni kichik harfga aylantirib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam ikkinchi usuli bu standart funksiyalardan, ya'ni
is upper, is lower funksiyalaridan foydalanishimiz mumkin. Hozir birinchi usulini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda ko'pi bilan 100 ta simvolni qabul qiluvchi simvolli massiv e'lon qilingan. Bu massivni getLine funksiyasi yordamida kiritib olamiz. Nimaga deganda, berilgan so'zda probellar qatnashgan bo'lishi mumkin. Bitta qatordagi barcha matnni kiritib olish uchun getLine funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Keyin berilgan satrni boshidan to oxirigacha tekshirib chiqishimiz zarur bo'ladi. Buning uchun sikl operatoridan foydalanamiz. 0-simvoldan boshlab satrning oxirigacha sikl aylantiramiz va har bitta simvolini tekshiramiz. Agar mana shu o'yinchi o'rindagi simvolimiz 65 va 90 oralig'ida joylashadigan bo'lsa, bu katta harf hisoblanadi. Uning kodiga 32 ni qo'shish orqali biz uni kichik harfga aylantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat katta harflargina o'zgaradi, qolgan simvollar o'z joyida qoladi va satrning o'zini ekranga chiqaramiz. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, birinchi qatorda berilgan matn, bu yerda katta va kichik harflar aralashgan. Pastda esa natijaviy matn, barcha katta harflar kichik harflarga o'tkazilgan shaklda berilgan. Ikkinchi usulimiz standart funksiyalardan foydalangan holda amalga oshirish. Bu yerda kod oralig'ini tekshirmaymiz, faqatgina is upper funksiyasi yordamida uni katta harflikka tekshirishimiz mumkin. Bu funksiya faqat katta lotin harfi bo'lsa true qiymat qaytaradi, boshqa holatda, ya'ni kichik harf yoki raqam yoki boshqa simvol keladigan bo'lsa, u holda false qiymat qaytaradi. Bu shart operatorimiz true qiymat qabul qilgandagina bajariladi. Demak, berilgan simvolimiz katta harf bo'ladigan bo'lsa, uni to lower funksiyasi yordamida kichik harfga o'tkazib olishimiz mumkin va yana natija sifatida berilgan satrning o'zini ekranga chiqaramiz. Bu yerda ham natijani ko'radigan bo'lsak, birinchi qatorda berilgan dastlabki matn, ikkinchi qatorda esa barcha katta harflar kichik harfga o'tkazilgan shaklda berib o'tilgan. Xulosa qismini ko'rib o'tamiz. Satr bu char turidagi massiv hisoblanadi. Uning elementlarini qayta ishlovchi maxsus funksiyalar esa string hash kutubxonasida joylashgan hisoblanadi. Simvolli massivlar bilan ishlash uchun ko'plab standart funksiyalar mavjud. Bu funksiyalar dastur tuzishda ancha qulayliklar yaratadi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.